Iloji boricha maksimal videoni tarqatib, repost qilib, storylarga qo'yishingizni so'rab qolaman. Prezidentimdan va saxovatpesha insonlardan iltimos qilib so'rayman. Men Mahmudov Voqiljon Tohirjonovich, Bo'stonliq tumani Xondoyli qishlog'ida turaman. O'zim taksichilik bilan shug'ullanaman. Uyda boquvchiman. O'g'lim mana Muhammad Nazar 4 yildan beri beta talassemiya kasalligi bilan kurashib kelmoqda. Hozirgi kunda o'g'lim oldinlari har 2 oyda bo'lsa, hozir 20 kunda ham doktorga borib qon quyishga to'g'ri kelyapti. Iloji boricha hokimiyat taraflama, mahalla taraflama yordam berishingizni so'raymiz.